Kanadaga o'qishga bormoqchisiz, lekin siz qaysi o'qishga topshirishni yoki qaysi dasturni o'qishni bilmayapsizmi? Unda men sizni 8-fevral kuni xuddi mana shu event zonda bo'lib o'tadigan seminarga, ya'ni workshopga sizni taklif qilib qolaman. Ushbu workshopimizga biz Kanadaning nufuzli kollejlaridan biri bo'lmish Durham College vakillarini taklif qilganmiz. Seminar jarayonida siz master-klasslar orqali kollej anketasi qanday to'ldirilishini va Kanada student vizasiga qanday qilib hujjat topshiriladi, qanday qilib anketa to'ldiriladi, bularni barchasini master-klasslar orqali o'rganib olasiz va eng muhimi, siz Kanadadan tashrif buyuradigan kollej menejerlariga shaxsan rasmiy savollaringizni berishingiz mumkin. Seminar yopiq holatda bo'lib o'tadi va ro'yxatdan o'tish majburiy, chunki joylar soni cheklangan va har bitta ishtirokchiga maxsus taklifnomalar beriladi. Va eng muhimi, siz seminar jarayonida moliyaviy yutuqlarga, bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu workshopga ota-onangizni olib kelishingiz mumkin. Uning uchun pastdagi havola orqali hoziroq ro'yxatdan o'ting va o'z joyingizni bron qiling. Sizni workshopda kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'ling.